Mashg'ulot sistemasi deganimiz Windows XP, DOS, Linux, Unix, Mac deb ayrim bo'linadi. Ham buning ichida har bir mashg'ulot sistemasi bir supu bo'lsa, yana bir naqsh to'lash uchun bir sahna lozim bo'lgandek, bir yumshoq detalni ishlatish uchun bir mashg'ulot sistemasi lozim bo'ladi. Shunga biz mashg'ulot sistemasini bir supa yoki sahna deymiz. Ham mush mashg'ulot sistemasi o'zi ayrimlam ish bir taraf qilmaydi. Masalan, to'y rasmini chiqaradigan, surat bir taraf qiladigan, muqovala aylaydigan, e'lon bosmachilik qilish shug'ullanadigan, film kirishtiradigan, karton film ishlaydigan, torbet yasaydigan, ham program yozadigan yumshoq detallar ayrim ishlaydigan yumshoq detal ham programma deb ataladi. Har bir yumshoq detalning o'zgarishlik alohidaligi bo'ladi. Ham biz eng avval surat bir taraf qilish yumshoq detali Photoshop CS5 dan keldi. Photoshop CS5 bir yumshoq detal, ya'ni ishlaydigan yumshoq detal. Bu surat bir taraf qiladi. Surat bir taraf qilgan vaqtida nuqtaliq suratlarni bir taraf qiladi. Nuqtasi bor demakchi, ya'ni nuqta bo'yicha har bir katek bo'yicha qilgan bir rasmlar bor. U mushkil suratlarni bir taraf qiladi. Masalan, hamda suratdan bir nachayli. Shunga o'xshash suratlarni tahrirlash uchun ishlatildi. Nuqtaliq surat dedik. Nuqtaliq surat deganimiz marismni cho'ngaytib boqayli. Katekchi chiqatamda. Mushkil rasmlarni biz nuqtaliq surat deb bir taraf qilamiz. Qancha cho'ngaygan sira buni shunday katiga oshkorlandi. Ham yana bir xil surat bor, vektorlik surat, nuqtasiz surat deb ataladi. Uni maoningdan boshqa yana bir xil yumshoq detalimiz bor. Shuni ko'rib boqayli. Bundan boshqa mayada Illustrator deyilgan bir yumshoq detalimiz bor. Bu nuqtasiz surat bir taraf bo'ladi, ya'ni vektorlik surat bir taraf bo'ladi. Nuqtaliq suratga qancha cho'ngaytsam, ko'r nuqtalab ayrilib ketadigan-ku. Nuqtasiz suratni biz cho'ngaytib ko'rib boqayli. Yangi betdan bir nachay. Hamda men buni bir narsa chizay. Hem buni cho'ngaytib boqay. Eng cho'ng olti tugdi. Nuqta chiqdimi meningda? Katek chiqdimi? Chiqmadi. Hem biz ikkisini selishtirib boqayli, eng yaxshisi. Mana shu yumshoq detaldagi ikki parcha surat. Har ikkisi eng cho'ngchakka cho'ngaytilgan surat. Ma Photoshopning loyihaligini mana shunga o'xshash. Qancha cho'ngaygan sira sifatga ta'sir etadi, ya'ni g'uvalishib ketadi. Ma bo'lsa qancha cho'ngaytding yoki qancha kichigiltding sifatga ta'sir etmaydi. Shunga biz ma'vo vektorlik suratlarni maxsus shu basma sohasida, shu xil loyiha ishlari sohasida qo'llanamiz. Bularni Illustratorni hozir asosiyatni biz Uyg'urlarda ishlatadiganlar az, ammo bek e'tiborli qo'yib ketib qolgan yumshoq detal. Photoshopni bildiganlar jiq. Buni yumshoq detalni bilish degan boshqa, ishlatish degan boshqa. Yumshoq detal bildigan odam bekchiq, Photoshopni bildiganlar nayt nurg'un. Masalan, mao nimaga ishlatildi, mana qurollarning nimaga ishlatilganligini bildigan odamlar nayt nurg'un. Biroq amaliy loyiha chiqaradigan odam az. Shunga o'rganish jarayonida loyihani asos qilib o'rganishimiz kerak. Amaliy loyiha chiqarishni. Dolg'imlamkin yumshoq detalni yo'tkashga ishlatadi, mao tanlashga ishlatadi, maoni tanlash quroli deb bunda qurolni o'rganmasdan shu mushkil qurollar bilan qanday loyiha chiqarishga qulaylik yaratilganligini o'rganishimiz kerak. Hamda nuqtaliq surat bilan nuqtasiz suratni tushundingiz, shundaymi?